O'zbekiston ko'chasining o'sha mashhur tolzor tabakalari bugun uyimizning yo'g'i oshqozonimizning mehmoni bo'lishdi. Bu tabakalarga ortiqcha ta'rifni keragi yo'q, chunki necha zamondan beri eng zo'r va o'zgarmaydigan ichlari bilan judayam mazali bo'lib pishadigan tabakalar. Bilmadim kimga qanaqa, lekin bizga faqat shu joyni tabakalari judayam yoqadi. Ayniqsa shu soatlari bilan ketadi-yu, nima dedinglar? Bu joyga olib borsanglar ham hech uyaltirib qo'ymaydi. Ularda pitsa ham yo'lga qo'yilibdi qizlar. Tezgina pitsalaridan ham dastavkaga aytib bordik. Xo'p, bo'ladi, hozir yetkazamiz deyishdi xushmuomala xodimlar va tezgina olib kelib berishdi. Voy, endi bular o'z ishini ustasi deyman. Qaranglar, har doim kliyent o'ylagan holda hamma narsani badastir qilib qo'yishadi. Biz maydalashib o'tirmasdan asalsi pitsasidan ayta qoldik. Shunaqangi mazali qizlar. Albatta bir marta bo'lsa ham olib yeb ko'rishingizni tavsiya qilaman va qayta olishga ishqiboz bo'lib qolasizlar. Xamirlari, souslari va solingan masalliqlar bir-biriga juda ham yaxshi uyg'unlashgan va sizlarga ham tavsiya qilib qolamiz.